Boshlanib rasmga. videoga olamiz-da. Bo'lsa, harakatinglar tezroq qilinglar. Qirg'iziston chegarasi yopildi. Qurbon hayitga juda oz qolyapti. Chamamda bir 6 oymi, 6,5 oy qoldi shekilli. Kelib turib olinglar. Juda ham noyob qo'zi-qo'chqorlar bor. Bizani bugungi xaridorimiz Ohangarondan kelgan ekanlar. Abror, xush kelibsiz. Bizani qimmatchi deb yozishadi. Bilar ekansiz, bizni qimmatchi ekan. Ne keldingiz? Parodali qo'ya olishni keldim. Hozir Abror kelib, mana bunaqa qizlarimiz qoluvdi, bularga atalgan ekan. Mana shu ikkita qo'zi-qo'chqorni olish. Mana ikkalasi birgalikda 71 kilo chiqdi. Qaranglar, haligi qo'ylarni ko'rsatmaysizlar deydi odamlar. Ko'rsataylik mana chiqayotganini. Mana. Bu 38 kilo chiqdi bu qo'zi. Ikkinchi men ko'rsattiray. Qaranglar, turishlarini qaranglar. Xudo xolisa mana shu 1 yil boqilsa, dev bo'ladigan qo'zilar-da bular. Xaridorlarimiz ham kelishgan, qo'ylarni ko'rishyapti. Bog'lamasdan mana o'tkazib qo'yamiz. Bunisi 33 kilo chiqdi. Bergan pulingizga rozi bo'ling. Roziman aka. Juda ham katta qo'chqorlar bo'lib ketsin-a. Inshaalloh.